mashinada noto'g'ri o'tirish sizni grij orttirib olishingizga sabab bo'ladi. Ko'pchilik qiladigan xatolardan bittasi sidinani juda yaqin olib kelib va orqa tomonni ko'tarib olish, ya'ni tikka o'tirish natijasida birinchi o'rinda yuklama tushadigan joy tizzamiz bo'ladi. Ya'ni tizza yig'ilib qolgan payti har xil holatlarda tezroq harakat qilishimizga xalaqit beradi. Sababiki oyog'imiz yig'ilib qolgan tormoz, gaz, stepleniyani bosishga qiynalamiz. Xuddi mana shunday yaqin o'tiradiganlarda bu ayollarda ko'proq uchraydi, ba'zi erkaklarda ham ko'proq uchraydi. Ya'ni tikka o'tiradigan bo'lsak, uzoq yo'lga yurganimizda mana shu o'tirish holati bo'lsa, ko'pchilik egilib qoladi. Egilganda asosiy yuklama grudnoy отделga tushadi. Ya'ni ikkita kuragimiz o'rtasidagi pozonoshniklarga va egilish natijasida boshimizni ko'tarishimiz kerak. Bo'ynimizga ham nagruska tushib qolishi mumkin. Juda katta nagruska tushadi. Bu bizga bilinmaydi, lekin disk qiynaladi bunda. Yana bitta xato, ko'pchilik shofyor akalarimiz juda ko'p kuzatilgan, yoki bardachokka suyanib haydaydi, yoki eshikka suyanib haydaydi. Bu holatda bel umurtqa ham qiyshayadi, ham muskul напряжение bo'lib qoladi. Mashinaga to'g'ri o'tirish qoidasi asosan o'tirgan paytimiz sidinani o'zimizga to'g'rilashimiz kerak. Bu qanday bo'ladi? Misol uchun juda uzoq quvorish kerak emas. Tizza bo'g'im juda ham ochilib ketish kerak emas. Sababiki gaz yoki tormozni bosamiz deganimizda oyog'imizga, muskullarga bosim ortib ketadi. Bunda sal ozgina ochilsa bu juda ham yopilib qolish kerak emas, juda ham ochilib ketish kerak emas bo'g'im. Juda ko'pchilik bo'yi uzun shofyorlarimiz sidinani yotqizib yoki bo'yi uzun bo'lmasa ham yotqizib olib mana shu holatda haydaydi. Bunda o'zimiz to'g'ri o'tirganimiz bilan umurtqamiz burilib turadi. O'shaning hisobiga spazm bo'lishi mumkin muskullarda. Mashinaga o'tirgan paytimiz orqa sidina 125 gradusda turishi kerak. Ya'ni juda ham yotib qolgan emas, juda tikka ham emas. Tikka o'tiradiganlarda asosan bo'yin bilan belida og'riq bo'ladi. Agar siz mashinada sidinani 125 gradusga qo'yib oladigan bo'lsangiz, umurtqaga tushadigan nagruska kamayadi. Ya'ni butun tanamizning vesi butun umurtqaga tarqab ketadi. Bu videoni mashinada ko'p yuradigan taksist yoki shofyor akalarga tashlab qo'yamiz.